Yaqindagina internet tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'lgan teleboshlovchi va bloger Husnora haqida yana bir shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. Yolg'on yig'ilar o'xshamadi. Yana bir videorolik keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda va barchaning diqqat markazida turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilingan holat yuzasidan teleboshlovchi Husnora yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talabini bajarmagani aytiladi. Xodim holat bo'yicha izoh berdi va voqea videosini e'lon qildi. Xodim fuqaro baland ovozda musiqa eshitib o'ynayotgandi. Jizelda hushtak chalsam ham eshitmadi, talabimni bajarmadi demoqda. 194-moddasi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarni bajarmaslikka javobgarlik yo'qmi? Endi yanada mavzuimiz keng muhokamalarga sabab bo'ladigan ko'rinadi. Videoroliklarimizni kuzating, bu haqida batafsil ma'lumotlarni yetkazamiz. Kim, qayerda va qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar qonunga bo'ysunishga majbur. Shunday ekan, o'zingiz va atrofdagilarni xavf ostiga qoldirmasdan qonunlarga bo'ysungan holatda harakatlanishni barchaga tavsiya etamiz va barchamiz shunga amal qilishimiz kerakligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Chunki hozir O'zbekistonning har bir burchagida kameralar ishlab turibdi. Shunday ekan, o'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va 3-5 kanalni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz.